Bugungi sanamiz 9-aprel. Sharbat suvlarimiz qanday ta'sir qildi, shuni ko'rsating degan obunachilarimizga bag'ishlanadi bu videomiz. Ikkinchi bora sharbat suvlarimizni berdik. Xudo xolasa pomidorlarimiz umumiy ko'rinishi yaxshi. Gullari juda ham chiroyli gullab, chiroyli holatda bo'lib turibdi mana. Xudo xolasa bularni endi chaynatishda boshlaymiz. Men qishda vohlayotgani sababli tomiriga issiq tegsin degan maqsadda turbalarga yaqin ekkandim. 10 sant, o'zi 20 sant qochirib ekishimiz kerak edi. Mana shu yerda bo'lish kerak edi. Biz shuni 10 sant qildik. Bu o'zini oqlamadi. Xudo xolasa keyingi yildan endi bularni bu yoqqa yaqin ekamiz va bu tomchilashilaydi turbani tagidan yurg'izganimizda u tomondan va bu tomondan ham suv ichib juda ham chiroyli holatda keladi. Xudo xolasa keyingi yili pomidor ekadigan bo'lsak, mana shunga e'tibor beramiz. Pomidorlarimiz chiroyli holatda suv qo'yganimiz bilinib yashnab turibdi. Menimcha baklardan ham ko'rib tursa bo'ladi buni. Mana oxirgi xatomiz, pomidorlarimizning qizarishlari ko'payib boryapti. Borgan sari xudo xolasa mana shunday holatda. Endi havo isib ketsa, menimcha tezlashib ketsa kerak. To'yib suvlar ichyapti. Juda ham chiroyli holatda. Ketmonimiz yordamida to'qalab berib chiqdi. Menimcha bu pomidorning tomirlari kelib qolgan bo'lsa kerak. Menimcha xudo xolasa shimib yotadi endi bundan buyog'iga. Mana hali qurib bitgani yo'q. Mana hozir ko'rasizlar. Mana shu ketmonimiz yordamida mana shunaqa holatda bo'ldi. Mana shunday holatda turibdi endi. Xudo xolasa tomirlari kelib yetib kelsa bo'ldi. Do'stlar, mana bunisi qatorimizga suvni beryapmiz. Bizning kanalimizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa bu boshlanishi. Buni yana ham qanaqa ta'sir qilganlarini ko'ramiz. Menimcha mevalari endi shiddat bilan katta bo'lib ketsa kerak, menimcha. Yetilib, xudo xolasa.